Endi medavikning yumshashini kutib o'tirish shart emas. 30 daqiqada tayyor bo'ladigan yumshoqqina medavik retsepti kerak bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. 250 gram asal hamda chayniy sodani gazda karamel rangga kirguncha kuydirib, 150 gram sariyog' solib, gazdan olib aralashtirib turamiz. Sariyog' eriguncha 3 ta tuxum hamda shakarni yaxshilab ko'pirtiramiz. Endi sovigan sariyog'li massani tuxum hamda shakar bilan yana ko'pirtiramiz. 400 gram elangan un solganimizdan so'ng quyuqqina massa hosil bo'ladi. Tayyor xamirni teng ikkiga bo'lib, duxovka pechida 180 gradusda 15-20 daqiqada pishirib haroratda erigan sariyog' hamda quyultirilgan sutdan krem tayyorlab olamiz. Har bir korjimizni teng ikkiga bo'lib, ustma-ust qo'yib, har bir qavatiga kremdan surtamiz. Kremni ayamay surtavering. Yumshoqqina bo'lishi kremni qancha ko'p surtishingizga bog'liq. Aslo me'dangizga tegmaydigan yumshoqqina medavik tayyor. Darhol dasturxonga torting.